Jizzax viloyatidagi qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash sohasida faoliyat yuritayotgan BMB Agroplus korxonasida yangi ishlab chiqarish mavsumi boshlandi. Bu yil ham korxona BMB Holding tizimidagi va viloyatdagi ko'plab dehqon hamda fermer xo'jaliklari bilan hamkorlikda yetishtirilgan oshqovoq mahsulotlarini qayta ishlash jarayonlariga kirishdi. Mazkur korxonada joriy yilda 2000 tonna oshqovoqni qayta ishlab, 200 tonna tayyor mahsulot olish rejalashtirilgan. Qayta ishlangan mahsulotning asosiy qismi xalqaro talablarga to'liq javob beradi va uning katta ulushini Yevropa davlatlariga eksport qilish ko'zda tutilgan. Bu esa nafaqat milliy iqtisodiyotga qo'shimcha qiymat yaratish, balki O'zbekiston mahsulotlarining jahon bozoridagi nufuzini yanada oshirishga xizmat qiladi. BMB Agroplus korxonasi zamonaviy texnologiyalar asosida ish yuritib, mahsulotni tabiiy holati, mazasi va foydali moddalarini saqlagan holda qayta ishlashga e'tibor qaratadi. Bu orqali nafaqat ichki bozor, balki tashqi bozorlarda ham Made in Uzbekistan brendini mustahkamlashga alohida hissa qo'shadi. BMB Holding tarkibidagi korxonalar tomonidan amalga oshirilayotgan bunday loyihalar qishloq xo'jaligi mahsulotlarini chuqur qayta ishlash, eksport salohiyatini oshirish va hududlarni ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda.